Joriy yilning 5-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan Korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengash yig'ilishida yurtimizda korrupsiyadan xoli muhit yaratish bo'yicha qilingan ishlarga baho berilib, xususan korrupsion jinoyatchilikning oldini olish, unga qarshi kurashish, jazo muqarrarligini ta'minlash bo'yicha dolzarb masalalar, kelgusi vazifalar belgilab berildi. Mazkur vazifa va topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan ilmiy tadqiqot muassasalari, fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar vakillari va ekspertlar ishtirokida korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi jinoyatchilik omillarini aniqlash, ilmiy yondashuv va amaliy yechimlar mavzusida davra suhbati tashkil etildi. Dastlab shu haqda. Tahlillarga ko'ra, korrupsiyaga 40% holatda bevosita fuqarolarning o'zlari sababchi bo'lishadi. Tanish-bilishlar orqali ish bitirishga urinish, manfaatdorlik uchun turli sovg'alar berish korrupsiyaning eng keng tarqalgan va oddiy ko'rinishi. Korrupsiyani ilmiy jihatdan o'rganiladigan bo'lsa, 3 xil, 4 xil turlari mavjud. Xususan o'sha siyosiy korrupsiya, maishiy korrupsiya yoki bo'lmasam yana alohida sohalar bo'yicha korrupsiya turlari bo'ladi. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra ham haqiqatda ham sog'liqni saqlash, ta'lim, bank xizmatlarini ishga qabul qilish jarayonlarida aynan o'sha korrupsiya xavf-xatar yuqoriligi, korrupsion jinoyatlar yuqoriligi ma'lum bo'lgan. Korrupsiyaga qarshi kurashish ilmiy asoslangan nazariyalarga tayanishni talab qiladi. Bu sohada o'nlab ilmiy ish, maqola va monografiyalar yozgan professorning so'zlariga ko'ra, korrupsiyaning o'z mafkurasi bor. Korrupsiya bu yopiq jinoyat. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumoti bo'yicha korrupsiya jinoyatlarining 92% ochilmasdan qoladi. Korrupsiyaning kelib chiqishini ko'p o'qildi nima? Bu antropologik omil. Bu nimada? Insonning tabiatiga xos narsa. Inson kam ishlasa-da, mo'may daromad ko'rsa. Bu birinchi. Ikkinchidan, o'sha tadqiqotlarda ko'rdikki, birinchi navbatda korrupsiyaning kelib chiqishini asosan insonning tabiatidan izlash kerak. Uni nafsidan. Korrupsiyaning mafkurasi bor. Bu nima? Bu ochko'zlik. Sohaga doir ilmiy tadqiqot va nazariyalarni ko'paytirish maqsadida korrupsiya sohasidagi jinoyatchilikning oldini olish nomli yangi fundamental ilmiy amaliy tadqiqot loyihasi ishga tushirildi. Loyiha 1 yil u 6 oyga mo'ljallangan. Faqat jinoyatchilikni o'rganish bilan cheklanilmaydi. Mazkur tadqiqot doirasida ijtimoiy so'rovnomalar o'tkaziladi, ilmiy ishlanmalar o'rganiladi. Bundan tashqari, o'sha korrupsiyani kelib chiqishiga sabab bo'layotgan sohalardagi omillar, o'sha raqamlashmaganlik, byurokratiyaning mavjudligi, inson omilining yuqoriligi, ochiqlik va hisobdorlikning ta'minlanmaganligi, jamoatchilikka o'sha ishtirokining yo'lga qo'yishda qanaqangidir to'siqlarning mavjudligi kabi barcha jarayonlar, ya'ni korrupsiyaga imkon beruvchi holatlar kompleks o'rganilib, aynan shu korrupsiyaviy omillarni bartaraf etish bo'yicha soha va yo'nalishlarda aynan tadqiqotlar olib borib, takliflar ishlab chiqiladi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi hamda Kriminologiya tadqiqot instituti o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Ikkala tashkilot huzurida maxsus korrupsiya muammolarini tadqiq qilish ofislari tashkil etildi.